Salom hammaga, bugun sizlar bilan Instant Funding, ya'ni imtihonsiz profshot beradigan top 5 ta prof firma bilan tanishib chiqamiz. Ko'pchilik profshot imtihondan o'tishda qiynaladi, ya'ni robot orqali o'tmoqchi bo'ladi, yangilikda ishlab ko'radi va hokazo. Bugungi gaplashadigan mavzuyimizda bunday qiyinchiliklar bo'lmaydi, ya'ni bir etapli, ikki etapli imtihondan o'tish shart emas. Profshotni sotib olib va shu zahoti real hisob bilan boshlaysizlar va plyuch kelgan vaqtda bemalol plyuch bossanglar bo'ladi. Shu kabi foydali videolarni qo'ldan boyib bermaslik uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar va kommentariyada o'z izoh va takliflaringizni qoldiringlar. Birinchi biz Ford Traders prof firmasidan boshlaymiz. Ya'ni mana bu ko'rib turganinglar, bu prof firma 2023-yildan buyon ishlab keladi va joylashgan joyi Birlashgan Arab Amirliklari. Trustpilot'dagi reytingi 4.5 yulduzga baholangan. Platformalari TradeLooker, CTrader va DXTrade. Plyuch olish, bank transfer, Riseworks yoki kripto orqali amalga oshadi. Saytga kirganimizda sal pastroqqa tushamiz va bu yerda ham o'zlari haqida ma'lumotlar berib qo'ygan, ya'ni qanday yutuqlarga erishgan va hokazo ma'lumotlar bor. Mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu yerga o'tganimizda mana bu yerda Instant Master Account turadi, ya'ni bu prof firmadan faqat Instant Account emas, mana bu bir etapli, ikki etapli akkauntlarni sotib olsanglar bo'ladi. Biz bugun faqat Instant Account haqida gaplashamiz va bu yerda mana $6000 boshlanadigan hisob va $100,000gacha. Va bu narxlarni chegirmada olaman desalaring, Legendrich promo kodini kiritib 15% gacha chegirma olishingiz mumkin. Luboy akkaunt turi uchun, bu faqat Instant uchun emas, bir etapli, ikki etapli akkauntlar uchun ham amal qiladi. Xo'p, asosiy joylar bilan tanishib chiqamiz. Maksimalniy drawdown 5% ekan va daily drawdown 3% bo'lar ekan. Minimal savdo kuni 7 kun va yangilik paytida 5 daqiqa qoidasi bor ekan, ya'ni 5 daqiqa oldin va keyin ochilmasligi kerak savdolar. Profit split 60% dan boshlangan ekan va har puli chiqganda 5% ga ochib 90% gacha bor ekan. To'lov har 14 kunda bo'lar ekan, ya'ni mana bu yerda ham yozib qo'ygan bi-weekly, ya'ni bu degani har 14 kunda pul yechsalaring bo'ladi. Minimal $100 bo'lganda plyuch boshlaring mumkin bo'ladi. Mana bu yerda ham ko'rib turibsizlar, profit target no, ya'ni sразу realga o'tasizlar, hech qanaqa profit target degan narsalar yo'q. Sayt manzili описание va kommentariyada qoldiraman. Va keyingi prof firmamiz Instant Funding deb nomlanadi, ya'ni mana shu sayt. Bu prof firmaning joylashgan joyi Buyuk Britaniyada va ular 2022-yildan buyon ishlab keladi, ya'ni faoliyatiga 3 yil bo'ldi. Va Trustpilot'dagi reytingi 4.5 yulduzga baholangan. Platformalari CTrader, MetaTrader 5 va MatchTrader orqali savdo qilinadi. Plyuch olish usullari Riseworks va kripto orqali bo'ladi. Saytga kirganimizda sal pastroqqa tushamiz va bu yerda akkauntlar bor. Bu yerda o'zimizga kerakli platformani tanlab va bu yerda Instant Fundingni tanlaymiz. Bu prof firmada ham bir etapli va ikki etapli challenge akkauntlar ham bor. Biz hozir Instant Fundingni tanlaymiz. Va bu yerda akkauntlar $625 akkauntdan $80,000gacha bo'lar ekan. Eng kichkina $625 akkaunt narxi $44 dan boshlangan ekan, ya'ni bular hammasi real bo'ladi. $625, $1280,000 barchasi real, ya'ni Instant Funding. $44 dan boshlanib $3460gacha bor ekan, ya'ni $80,000. Nima uchun qimmat deyishlaring mumkin? Chunki bunda maksimalniy drawdown 10% bo'ladi. Boshqa prof firmalarda 6%, 5% bo'lsa, maksimalniy bunda ya'ni 2 barobar ekan, 10%. Va bu prof firmaning menga yoqqan tomoni scaling target degan narsasi bor ekan, ya'ni biz akkaunt olib 10% profit qilib bersak, bizning akkauntimiz, masalan, men $10,000 akkaunt olgan bo'lsam va unda 10% target qilib bergan bo'lsam, bu akkauntim $20,000ga oshar ekan, ya'ni akkauntimiz 2 barobarga oshar ekan har 10% foyda qilib berganimizda, ya'ni mana bu yerda yozib qo'ygan. Va bu prof firmada ham hisob xarid qilganlaringda Legendrich promo kodini kirgizsalaring 10% chegirma beradi. Bu barcha akkauntlar uchun Instant Funding bir etapli, ikki etapli barchasi uchun amal qiladi, ya'ni 10% mana bu $440 to'lamaysizlar, 10% chegirma bilan to'laysizlar. Sayt manzili описание va kommentariyada bo'ladi. Keyingi prof firmamiz Funding Pips bo'ladi. Bu prof firma ko'pchilik tanisa kerak, ya'ni bu anchagina mashhur. Bu prof firmaning joylashgan joyi Birlashgan Arab Amirliklarida va bu prof firma 2022-yildan buyon ishlab keladi. Trustpilot'dagi bahosi 4 yulduzga baholangan, ya'ni 4.4 yulduzga. Platformalari CTrader, MetaTrader 5. Bu MetaTrader 5 yaqinda qo'shildi va MatchTrader. Plyuch usullari Riseworks va kripto orqali amalga oshadi.
pul yutish uchun biz kamida 7 ta minimum trading days'dan o'tgan bo'lishimiz kerak, ya'ni 7 kun savdo qilgan bo'lishimiz kerak. Saytga kirganimizda pastroqga tushamiz va bu yerda ko'rib turibsizlar, instant. Bu saytda ham bir etapli, ikki etapli challenge akkauntlar ham bor, ya'ni imtihonli. Xohlasanglar bulardan ham olishingiz mumkin. Biz hozir instant fundingga to'xtalamiz va maksimum loss 5% ekan, maksimum daily loss 3% ekan. To'lovlar har 2 haftada bir marta va 95% gacha bo'lar ekan. Agar har seshanba kuni pul yechmoqchi bo'lsam, menda profit split 60% dan bo'lar ekan. Agar har 2 haftada yechmoqchi bo'lsam, meni profit splitim 80-20 bo'lar ekan, ya'ni 80% menga, 20% kompaniya olib qoladi. Agar har bir oyda yechmoqchi bo'lsam, profit splitim menda 100% bo'lar ekan. Pro firmadan chegirmali narxda xarid qilish uchun meni linkim orqali o'tsalaring, sizlarga 5% chegirma taqdim etiladi barcha akkauntlar uchun. Sayt manzili описание va kommentariyada bo'ladi. Keyingi pro firmamiz City Traders Imperium bo'ladi. Ya'ni bu pro firma joylashgan joyi Birlashgan Arab Amirliklarida. Bu pro firma 2018-yildan buyon ishlab keladi, ya'ni 5 yoki 6 yil bo'ldi, adashmasam. Va Trustpilot'dagi bahosi 4,5 yulduzga baholangan va platformalari MatchTrader va MetaTrader 5. Pul yechib olish bank transfer yoki kripto orqali amalga oshadi va bu pro firmaning instant funding akkauntida hech qanday minimum profitable day yo'q. Xo'p, saytga kirganimizda sal pastroqga tushamiz va bu yerda challenge akkauntlar va bizda ikki xil instant, ya'ni real akkaunt bor, instant va instant pro. Instant yoki instant pro akkauntida biz 20% lik consistency score erishsak, bizda balansimiz 2 barobarga oshadi, ya'ni o'sha boya aytganimdek $10,000 bo'lsa, akkauntimiz $20,000 ga oshadi. Agar biz 20% consistency score erishsak, consistency score'da ko'pchilik bilmaydi. Agar bu haqda ham alohida tushuntiruv video qilishni xohlasalaring, kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu sal tushunarsizroq narsa, ya'ni consistency score. Mana boshida tushunishga qiynalgandim. Xo'p, kommentariyada yozib qoldiringlar, alohida video qilaman. Va City Traders Imperium Pro firmasida instant akkauntlarda profit split 70% dan 100% gacha bo'ladi va oylik bonuslari bilan. Va bu pro firmadan ham hisob olayotib turganda Legend Rich promo kodini kirgizsalaring 10% lik chegirma beradi. Bu barcha akkaunt uchun amal qiladi. Sayt manzili описание va kommentariyada bo'ladi. Va oxirgi pro firmamiz Quantaker bo'ladi, ya'ni buni joylashgan joyi Janubiy Afrikada va 2023-yildan buyon ishlab keladi. Trustpilot'dagi bahosi 4,5 yulduzga baholangan va platformalari MetaTrader 5, Ctrader, TradeLocker va DXTrade. Pul yechib olish usullari PayPal yoki kripto orqali yechib olsa bo'ladi. Bunda ham instant akkaunt bor. Saytga kirganimizdan keyin mana bu Choose Your Evaluation bosamiz. Bu pro firma haqida alohida video ham olganman, ya'ni bitta instant emas, boshqa akkauntlar haqida ro'yxatdan o'tish, to'lov va boshqa kerakli ma'lumotlar haqida ham video qilganman. Buni kanalimga o'tib ko'rishingiz mumkin. Va kirganimizda mana bu instantga bosamiz va akkauntlar narxi bu yerda yozib qo'ygan $20 dan boshlanar ekan, $1250 real akkaunt narxi. Va bu faqatgina MetaTrader 5 uchun ekan, ya'ni instant account MetaTrader 5 uchun. Buni qoidalari bilan tanishib chiqamiz. Minimum withdraw bunda 5% ekan va maksimal drawdown 6% dan va daily 3% gacha ekan. Va bunda consistency rule bor ekan, ya'ni bu saytda ham bor ekan. Albatta bu haqda alohida video qilishni xohlasalaring, ya'ni consistency rule haqida kommentariyada yozib qoldiringlar. Pul yechib olish har 2 haftada bir ekan va profit split $80. 80% ekan, uzr. $20 dan $200 gacha ekan va maksimalni $25,000 gacha akkaunt xarid qilishimiz mumkin. Va bu pro firmada ham akkaunt olishda chegirma bilan olaman desalaring, Legend Rich promo kodini kirgizsalaring 40% lik chegirma bilan akkaunt olasizlar. Bu chegirma tez kunda tugaydi. Iloji boricha tezroq olib qolganlaring yaxshi. Do'stlar, video shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni va kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirishni unutmanglar.